O'zbekiston pensionerlari, diqqat! Sizlar uchun muhim yangiliklar e'lon qilindi. Pensiya vaqtincha to'xtatiladimi? Endi pensiya to'lovlari berilmaydimi? Rasmiy manbalar bu masala yuzasidan qanday izoh bermoqda? Tarqalayotgan xabarlar rostmi yoki navbatdagi feykmi? Barcha tafsilotlarni bilib oling va voqealardan xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va dunyodagi eng so'nggi hamda muhim yangiliklardan xabardor bo'lib borish uchun videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. E'tiborga molik jihat shuki, Xalq banki endilikda pensiya tarqatish bo'yicha vakolatga ega emas. Markaziy bank qaroriga ko'ra, ushbu yo'nalishga oid 2 qaror o'z kuchini yo'qotgan. Shu bilan birga, ishlamaydigan pensionerlarga to'lovlarni tashkil etish bo'yicha Xalq bankining vakolatlari ham bekor qilingan. Mazkur hujjat mart oyining 30-sanasida Iqtisodiyot va Moliya vazirligi hamda Markaziy bank tomonidan tasdiqlangan. Unga ko'ra, 2018 va 2019-yillarda qabul qilingan yo'riqnomalar endilikda amal qilmaydi. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2024-yilga oid qaroriga muvofiq fuqarolarni ijtimoiy himoya qilish tizimiga tegishli hujjatlar takomillashtirildi. Natijada ayrim qarorlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilib, ba'zilari bekor qilindi. Bu esa pensiyalarni tayinlash va tarqatish jarayonini ancha soddalashtirdi hamda ortiqcha byurokratik to'siqlarni kamaytirdi. Endi esa ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol: O'zbekistonda pensiya miqdori qanday aniqlanadi? Amaldagi tartibga binoan, erkaklar 60 yoshga yetganda va kamida 25 yil ish stajiga ega bo'lsa, ayollar esa 55 yoshga to'lganda hamda kamida 20 yil ish stajiga ega bo'lganda pensiya tayinlanadi. Agar fuqaroning kamida 7 yil ish staji mavjud bo'lsa, unga mavjud stajiga qarab to'liqsiz pensiya belgilanadi. Agar 7 yil staj ham bo'lmasa, bu holda nafaqa tayinlanadi. Pensiya miqdorini hisoblashda uning tayanch qismi muhim ahamiyatga ega. U so'nggi 10 yil ichidagi eng yaxshi ketma-ket 5 yillik ish haqining 55% asosida belgilanadi. Bundan tashqari, talab etilgan stajdan ortiq har bir yil uchun qo'shimcha 1% dan ustama qo'shiladi. Shuningdek, xizmat ko'rsatgan faxriy unvoniga ega bo'lgan shaxslar uchun har oylik pensiyaga bazaviy hisoblash miqdorining 1,16 dan 1 barobaridan ortiq miqdorda qo'shimcha ustama beriladi. Endilikda pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi qog'oz, guvohnoma berilmaydi. Barcha ma'lumotlar maxsus elektron tizim orqali yuritiladi. Bundan tashqari, pensiya miqdori iste'mol narxlari indeksiga qarab indeksatsiya qilinishi davom etadi. Yana bir muhim yangilik: harbiy xizmatchilar uchun pensiya tizimida ham o'zgarishlar kutilmoqda. Yangi qonun loyihasiga ko'ra, 30 yildan ortiq xizmat qilgan harbiylar uchun pensiya miqdorini oshirish rejalashtirilgan. Hujjat hozircha parlamentda birinchi o'qishda ko'rib chiqilib ma'qullangan. Ushbu loyiha harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini pensiya bilan ta'minlash tizimini yanada yaxshilashga qaratilgan. Jumladan, pensiya tayinlash shartlari, turlari hamda hisoblash tartibini yanada takomillashtirish ko'zda tutilgan. Eng asosiy o'zgarishlardan biri 30 yildan ortiq xizmat qilganlar uchun pensiya hisoblashda ish haqining hisobga olinadigan qismi 75% dan 100% gacha oshirilishi mumkin. Shuningdek, pensiya hisoblashda qo'llaniladigan bazaviy ko'rsatkichni o'zgartirish ham taklif etilmoqda. Ya'ni hozirgi 10 baravar o'rniga 12 baravar miqdor asos sifatida olinishi mumkin. Mutaxassislar fikricha, bu yangiliklar uzoq yillar xizmat qilgan harbiylarni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishga xizmat qiladi. Do'stlar, kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang.